birodar bo'ldi chekmag'am. Bu 5 kunlik dunyomiz bir kam. Musofirlikni ko'rib baham, ukam deysiz akam bo'lasiz. Qo'lni bering chekmay ko'p alam, dardingizga bo'layin malham. 90 yoshga kirganimda ham ukam deysiz akam bo'lasiz. Musofirlikda non topayotgan, halol mehnatla oilasin boqayotgan, to'y qilaman deb uyiga shoshayotgan, ukam deysiz akam bo'lasiz. Alloh asrasin issiq joningizni, mag'rur tuting egilmasin boshingizni. Birga yengaymiz tashvish g'amingizni, ukam deysiz akam bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli akam bulasini obunachilari. Biz bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridamiz. Zafar akamiz musofirchilikka borib, akam bulas uyiniga ishtirok qilib, yangi kobulnikni olib, yaxshi niyat bilan dadamga sovg'a qilaman degan Mirshikor tumani 22-sovxoz Omad qishlog'i, bu Obod qishloq. Mashina muborak bo'lsin. Oldi sotish shartnomasi bor. Tex pasporti. Mana bu kaliti. Mashina muborak bo'lsin. Rahmat. Endi tilaklaringiz obunachilarimizga nima deysiz? Hurmatli obunachilar, akam bulasizga obuna bo'lingizlar, yutingizlar. Hammaga omad tilayman. Haqiqatan. Xursand bo'ldingizmi? Xursandman. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga mening bu oilam. Sog' bo'lingizlar. To'ylarga mening. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. Hammaga omad tilayman. Obunachilar sizlarga ham nasib qilsin. Moskvadan yutgan ekan, kelib menga sovg'a qildi. Haqiqiy o'yin ekan. O'ynanglar, yutingizlar. Muborak bo'lsin ilohim. Yaxshi kunlaringizga. Bo'pti. Xo'p, bu qani siz ulfatlari bilasizmi? Xudo bu. Siz nima deysiz? Bu ham nima deysiz? Mana xudomizni gaplariga qo'shilamiz. Mana akam bolasiz bilan yutgan ekanlar, buyursin, o'ynanglar. Bu haqiqatan o'yin. Sovg'a muborak bo'lsin kuyov. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani Bu kuyovim bilan. siz ham bitta ikki og'iz tilaklaringiz. Mayli. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana akam bo'lasiz o'yini juda yaxshi, qiziqarli o'yin ekan, yaxshi ekan. Mana akamning o'g'li, jiyanlarim Umidjon, Zafarjon, jiyanlarim shular nimani o'ynab, shular mana yutdi shu mashinada. Shu birinchisi emas bu mashin, ikkinchi, uchinchi mashina yutishi. Hurmatli o'rtoqlar, mana sizlar ham o'ynanglar, yutinglar. Olinglar, yaxshi o'yin ekan. Hammaga nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Mana rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar mana. Mayli, rahmat. Bugun xudo xohlasa yakka bog'ga ham mashina borib topshiramiz. 3 ta mashina qolgan. Navbat bilan xudo xohlasa hamma mashinalari uyiga olib borib to'y tantana bilan topshiradi. Bugun uyga olib bormaganimiz maqsad yakka bog' kutib turibdi. Mehmonlarni chaqirgan, shuning uchun akamizning mashinasini shu notariusga oldiga topshiryapmiz. Qolganlar hammaga nasib qilsin. QR kod orqali Telegram kanalimizga kiring, obuna bo'ling. Finalni kuzating. Xudo xohlasa bugun Dongfing Fingdonni o'yini bo'ladi. Qaysi viloyatga boradi? Kommentariyaga yozinglar. Xudo xohlasa to'y tanda bilan olib beramiz. Hammaga bir xil omad. Musofirlarga bir duo bering bu. Esanlik, tinchlik bo'lsin, sog'lik, salomatlikda dunyomiz tinch bo'lsin. Musofir yurtda yurganlar hammangiz akam bo'lasiz, o'ynang, yuting, to'ylar qiling. Amin. Allohu akbar.